Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Turibsizlar? Salom Olbek bo'lsa, bugun videomizda sizlar bilan bitta sariq agent Ronaldoning 80 tlik kartasini tushirishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videoni boshladik. Bu kartalar qanaqa dahshat kartalar kelgan. Kilior Navas 85 chalg'itamiz, dilsini chalg'itamiz jigarlar. Tushishi mumkin. Obuna bilan like bossa inshaalloh birga bo'lamiz jigarlar. Shuni videoni o'tkazib olinglar. Teknik narsaga obuna jigarlar. Yo. Bilaman qaranglar, qanaqa karta tushibsa bittasini olsam bo'lmaydi. Jigarlar, Rafaelni full qilish videosi yaqinda chiqadi. Obuna va like bosib turinglar. Inshaalloh ochdik. Voy bilan tushmami deyman-da bayrog'i. Menimcha Patrik Shich bo'lsa kerak, ko'p ehtimol. Yana bilmadim. Shot 89. Yaxshi, aniq Patrik Shich. Mana aytdim-ku. Patrik Shich jigarlarim. Obuna bilan like bosinglar jigarlar. Inshaalloh biz birga bo'lamiz. Videoni endi yakunlasak ham bo'ladi. Hozir sotib yuboramiz Patrik Shichni fitnessga. Yaxshi. Mana jigarlar saxtab. Obuna bilan like bosinglar inshaalloh. Video shuni yakunlanadi. Hammalarga